Universitetimiz hayotida so'nggi vaqtlarda sodir bo'lgan yangiliklar haqida haftalik dayjestda so'z boradi. Efirda men Ikromxo'ja Sa'dullayev va hamkasbim Amina Ismoilova. Dasturni doimgidek xalqaro tashriflarga doir xabarlar bilan boshlaymiz. 2025-yil 24-noyabr kuni Xitoyning South East universiteti delegatsiyasi oliygohimizga tashrif buyurdi. 2025-yil 25-noyabr kuni universitetimizda Qatar Respublikasining O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi Hasan Hamza bin Hoshim bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Xuddi shu kuni Xitoyning Hex universiteti vakillari bilan ham rasmiy uchrashuv tashkil qilindi. Mazkur uchrashuv davomida tomonlar o'zaro manfaatli akademik aloqalarni kengaytirish, qo'shma ta'lim dasturlari va ilmiy tadqiqot loyihalarini ishlab chiqish masalalarini muhokama qildilar. 20-noyabr kuni oliygohimizga Jingting Avtomobil Elektronik O'zbekiston-Xitoy qo'shma korxonasining rahbari Yao Jingyu boshchiligidagi delegatsiya tashrif buyurdi. 26-noyabr kuni Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti hamda Malayziyaning nufuzli oliygohi o'rtasida delegatsiyalar uchrashuvi bo'lib o'tdi. Uchrashuv davomida ikkala tomon o'rtasidagi ilmiy akademik aloqalarni yanada rivojlantirish masalalari muhokama qilindi. 25-noyabr kuni universitetimiz rektori Rixsiyeva Gulchehra Shavkatovna QS Yevrosiyo forumida ishtirok etdilar. Mazkur forumda Yevrosiyo mintaqasida oliy ta'limning global integratsiyadagi o'rni, xalqaro hamkorlikning innovatsion mexanizmlari hamda ta'lim tizimining jahon miqyosidagi raqobatdoshligini oshirishga doir muhim fikrlar ilgari surildi. 26-noyabr kuni oliygohimizga Al-Farabiy nomidagi Qozog'iston Milliy universiteti rektori Jensey Tuymebayev tashrif buyurdi. Uchrashuv davomida tomonlar o'rtasidagi o'zaro hamkorlikning bugungi holati va uni yanada kengaytirish istiqbollari muhokama qilindi. Muloqot yakunida esa ikki oliy ta'lim muassasasi o'rtasidagi aloqalarni yangi bosqichga ko'tarishga xizmat qiluvchi yangilangan almashinuv memorandumi imzolandi. Xuddi shu sanada oliygohimizning jurnalistika va jurnalistika sohasiga qiziquvchi talabalari uchun Faxriddin Samadov hamda Muslima Murodovalar ishtirokida ijodiy uchrashuv tashkil qilindi. Uchrashuv davomida mehmonlar o'z kasbiy faoliyatiga doir tajribalarni talabalar bilan o'rtoqlashdilar. 25-noyabr kuni oliygohimizda hududlarning turistik salohiyatini yoritishga bag'ishlangan maqolalar tanlovining magistratura bosqichi g'oliblarini taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Hozirgi lavhamiz shu haqida. Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti grantlar asosida Prezidentimiz qarorlari bo'yicha bizning universitetimizga boshirilgan To'rtta tuman bo'yicha biz ilmiy ish qildik, ilmiy maqola yozdik. Taqdirlandik va bugun mana shu bo'yicha taqdirlandik. Shaxsan yoshlar uchun ajoyib imkoniyat. Oliygohimizda startaplar tanlovi start oldi. Ushbu tanlov 2 bosqichda amalga oshirilib, qiziqish bildirsangiz, ekrandagi manzillarga murojaat qilishingiz mumkin. Haftalik dayjestimizning ushbu soni o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.